Yana bir obyektimizga 20 kilovatli avtomatga qo'yib berganmiz. Kech bo'lsa ham kelib mana ko'mir ko'p qisilib qolyapti deganlar uchun eski kompyuterni olib yangi kompyuter qo'yib berdik. O'zi avtomatik ko'mir qisilganda old orqa qilib oladi. Bu Andijonda Bog'shamol tepasiga Xirabek qishlog'iga ustanov qo'yilgan. Ustakalarimiz juda chiroyli qilib sistemalarni berib berdi. Keyin xodimlar bilan kechgan. Xudo xolasa. Zo'ra effekt berdimi, zo'rmi? Kamizning uyiga qo'yilgan. Taniganlar kelib ko'rishlari ham mumkin katta yo'lda. Qarshilik yo'q-a? Yo'q, kelib ko'radi. Ko'mir ko'p qisilib qolgani sababga biz old orqa qiladigan avtomatik foto upravleniyasini berdik. Uni almashtirib qo'ydik mana. Xudo xolasa endi umuman muammo bo'lmaydi. Zo'r ishlayveradi xudo xolasa. Bu gap bo'lsa, videoga olib tashlayvering, tushunmagan ketsa o'rgatib ko'ramiz. Xo'p, mana ko'mirlarni hozir idashtirib, xudo xolasa yoqib qo'ydik. Xo'p, mana ko'mirni yonishlari. Shibar ko'mir. Haqiqatan ham zo'r ko'mir. Shunaqa yaxshi ko'mirdan foydalansa, kam rasxod chiqadi. Effekti zo'r. Musori ham chiqadi. Tez gradus ko'taradi, katlin amalga o'chadi. Ko'mir ham haqiqatan zo'r ekan. 18-dekabr. Soatimiz 23:42. Mana birinchi qor, xudo xolasa. Yog'ishni qaranglar. Xo'p, mana shu atapleniya ham topli pol sistema bo'lgan. Birinchi qorni ham mana kutib oldik. Xo'p, topli pol sistema, tirxadovoy bilan topli pol sistema, radiator sistema, gidrokollektor sirklar bilan qilib berdik. Juda ham chiroyli sistema qilib berdik. Xudo xolasa, effekti ham zo'r bo'ladi. Shunaqa do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kech bo'lsa ham xizmatdamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.